Chechenistonga kirdik. Уже xudo xolisa post ko'rsatdi. Aka, o'tdik postdan. Bizda hamma yo'q joyda. Hech qanaqa problema bo'lmagan. Dokumentingiz zo'r bo'lsa, maza qilasiz, to'g'rimi? Uchun hamma dokumentlarni qilib olib, chunki men yurganingiz yaxshi. Tutamiz, tekshiryapti. Bunda hamma yo'lni tekshir. Mashina svetini ham o'chirmayapmiz. Lekin mashinaga bularni o'zi ham ishonmayapti. Rostdan yetib boradimi degan savol ham yomon ko'payib ketdi. Nima deysiz aka? Chechenistonga kirdik. Yana bitta shaharga уже nomimizni qoldirdik desam ham bo'laveradi. Bular ham sezishyapti. Va o'zbeklar. Uyayni xatdan oling deyishyapti. Toshkent shevon bo'lib ketdi, bo'laveradi o'zbek bilan. Nima aka? Olgan shevon 12 ta viloyat shevasida gapirish huquqiga egaman. Pasportim yozilgan. Xohlasam Qoraqalpog'iston Respublikasining tilida gapiraman. Shunaqa gap. O'zbekman, to'g'rimi aka? Xohlagan tilimda gapirsam bo'laveradi. Lekin aka, vashshi hamma hayron qolyapti. Nima deysiz? Gap yo'q-a? Postlar ham jonga tegdi deymiz-ku, lekin mana shu post ishlayotgan vayniylar bor-ku. Mashlar bor, tinch yuribmiz-da, lekin maza qilib yuribmiz-da. O'zimizda ham, o'zimda ham ukam bor-da, tanishlarim bor vayniyda ishlaydigan. Mashlar bor, maza qilib mana uyga ham hamma yo'lni bemalol tashlab ketdik-da. Tinchlik bo'lgani yaxshi-da. Ularni ham boriga shukur. Endi tekshiradi, hali o'zidan o'zi kelib tekshirmaydi. Shu mana shu joyda tinchlik uchun, o'zini vatanim tinchlik uchun tekshirishadi-da. Bizda ham tekshirishadi-yu, vayniylar. Shu tinchlik uchun tekshiradi. Dog'istonga o'tib, Chechenistonga kirdik. Уже tekshirishyapti.